Salom bo'lar. Bugun men sizlar bilan eski o'ynaylik. Bugun men Minecraftda bir challenge olmoqchiman do'stlarim bilan. Xullas biz uyasida ular men 1 dan 10 gacha ball beraman. Sizlar ham kommentariyga 1 dan 10 gacha ball berasizlar. Hozir men portal ochaman do'stimning oldiga. Portal ochishni boshladim. Mana portal ochyapman. Ketdi. Hozir portaldan chiqqandan so'ng ko'rsataman. Hozir biz do'stlarimizning oldiga tepa bo'lamiz. Mana portaldan o'tsak bo'ldi. Bu mana do'stimning oldi. Mana bu portal bilan hozir kiramiz. Mana bu yoqda paydo bo'ldik. Salom do'stim, yaxshimisan? Sen gapirishing shart emas. Xullas Isobek, короче, men seni uyingni 1 dan 10 gacha ball beraman, tekshirib ko'raman. Qani boshladik. Uy yaxshi ekan, obunachilar boshlanishiga yaxshi. Xo'p, oddiy. Uncha murakkab emas. Xo'p, qani ko'raylikchi. Yaxshi bo'ladi. Bu uyi nima, balkon degandek, короче, zo'r ekan. Mana portaldan hoppa. Pastga tushmoqchi emasman, shuning uchun. Xo'p do'stim, uying menga yoqdi. 1 dan xafa bo'lmasang 5 qo'yaman. To'g'ri, oddiyroq. Xayr do'stim, xafa bo'lma. Kanalga obuna bo'linglar, like tugmachasini bosib qo'yinglar. Xo'p do'stlar, mana Fayzlo boboning uyiga yetib keldim. Endi buni uyini tekshirib ko'ramiz. U uy boshlanishi yomon emas. Qani, keng obunachilar. Bu yerda hattoki yotoq, divan ham bor. Xo'p, bizda verstak kerak emas. Biz tashaveramiz, shuncha verstak yetadi. Xo'p, uy yaxshi ekan, balkon bor ekan. Qaranglar, mana sherigimiz. Qaraysan? Hey, Isobek. Isobek. Eshitilmayapti shekilli. Hozir portal ochamiz. Hoppa, endi mana bu yoqda. Sen bu yoqqa qanday paydo bo'lding? Yo'qsiko, sen qanday paydo bo'lding? Do'stim, bu oddiy portal. Qo'rqma. Mana bunday qilib otdim, istasang o'rgatishim mumkin. Masalan, qara, Fayzlo boboni oldiga bitta otamiz. Qara, mana masalan, bunday qilib turib bitta otamiz. Endi qara. Hozir men tepa bo'laman. Ko'rdingmi? Hali ham ko'rmadi. Hozir oldiga boramiz. Hop, mana obunachilar, ko'ryapsizlar? Fayzlo Isobek ko'rdingmi? Qara. Mana men paydo bo'ldim. Endi hozir ko'rdingmi? Osonmi? Yosiko, portaling zo'r ekan, menga yo'qdi, rahmat. Hop, mana. Fayzlo bobo, uying zo'r ekan. Men 1 dan 5 gacha, 1 dan 10 gacha ball beraman, 5 qo'yaman, chunki uying ham oddiyroq. Aytgancha seni uying zo'r ekan. Nimaga degan? Chunki keng, qulay, baqa mebel, mashina olib kirsang bo'lar ekan. Qara, mana bu burchakka olib kirib qo'yasan, turadi. Endi 3-o'rtaqim uyga kirsam. Bunachilar, bo'yimizni qaranglar. Men вообще gigantman. Buni oldida. Haligini eslangda bo'lsa, hozirgi ko'rgan gigant, bizdan ham gigant ekanda u. Aytgancha skiningga nima bo'ldi desanglar, skinim blokka tushib qoldi 1-2 oyga. Xullas skinim blokka tushib qoldi. Biz boshqa skinni biror narsa yangi skinlarni chiqishimiz kerak yoki skinni blokdan ochilishini kutishimiz kerak. Bizda ikkita yo'l bor. Nima qilaylik? Kommentariyga yozib qo'yinglar. Salom Beppo, qalaysan? Yaxshimisan? Ahvollaring yaxshimi? Oho, bu vaqtga necha kun ketdi? Atiga 1-2 kun ketdi. Nima 1-2 kunda? Axir men gigantman-ku. Hozir tepaga chiqib olay, ko'rsataman. Bolalar, mana bu teparoqqa portal ochdim. Xo'p, mana kirdik, uyning ichkarisiga ko'rib oldik. Buni uyi zo'r ekan. Hozir tepaga yana bitta portal ochib ko'ramiz. Xo'p. Bitta tepaga hozir. Ochildi, mana bo'ldi. Kiramiz. Mana obunachilar ko'ryapsizlar tepani. Botni qaranglar, kengligini, uyini massa, nimaga desanglar. Hoppa! Tushib oldik. Mana qaranglar zo'rligini. Tepaga portalni qaranglar. Olamiz. Chikki qilamiz. Zo'rligini ko'ryapsizlarmi? Bunday qilib turib endi pastga tushib olamiz. Portalimiz ham zo'r, o'zgacha. Endi biz Meppo'ning oldiga ketdik. Hozir Meppo bilan aytib qo'yay, necha baldi. Unga biz 10 dan 10 beramiz, tushundingmi?
Salom Beppo, yaxshimisan? Men sendan 10 dan 10 baho beraman. Chunki uying zo'r, menga yoqdi. Tepalarni ko'rdim. Tepalarda vertolyot qo'yadigan joy, mashinalarga bunker, katta mashinalar. Xullas uying zo'r ekan, menga yoqdi. Kanalga obuna bo'linglar, bolalar, like tugmachasini bosib qo'yinglar. Shu Beppo shuncha mehnat qildi. Xayr, video tugadi.